Qandaysizlar deganalar? Kayfiyatlar zo'rmi? Mana shunday bo'lib yuribsizlarmi? Tilla tishlaringizga o'laydi. O'lsin, bu hayotga kelib bor odam bor o'ynab kulib yashash kerak ekan. To'g'risi, 3 ta kelin oldim. O'xshaymanmi 3 ta kelin olganga? Endi-chi? Erim ham shunday aytadi. Qalbim yosh. Lekin bir haqiqatni aytay. Kelinlik paytimizda boru qaynonamizdan qo'rqardik. To'g'rimi? Ha? Endi mana qaynona bo'lib, kelinimizdan qo'rqyapmiz. Qosh-qovog'iga qarab turaman, to'g'risida. Ey, 3 ta o'g'limga aytdim. Ey dedim, xotin olayotgan paytda dedim, men sevganimga uylanasan dedim. Shunday, bitta o'g'limga bor rosa injig'ida 120 kilolik qiz olib berdim. 1 yilda 70 kilo qilib qo'ydim mana qizni. Shunday, semizlar bo'lsa murojaat qilinglar. O'zim soat 3 dan uyg'otdim. Obedda ham uxlaydi haligi kelin bor-ku. Endi o'zim qilganman-ku kelin. Tillol o'g'ilga bir narsa deyishga. Shu xurraga otib, shu uxlaydi. Men ham chakan emasman. Taktika qildim. Qaynonalarda o'zining taktikasi bor. Shartda chiqib borani mushukni ushlab, mashina g'ijimladim-u. Mushuk dedi. Kelinim uchib chiqib boru, u ham apris ekan ey. Itni urib ketsa deng olapardi. Hali itim vo desa, itga qarab, o'zi ham uxlamaydi, birovni ham uxlatmaydi deydi. O kelinlar ham chataq, to'g'risida. Yana bari u kuni bir go'zallik saloniga bordim. Biz ham bunday bir 6 ta tug'ib go'zallik saloniga boraylik dedim. Go'zallik saloniga borib kelib, qanday bo'pti kelinlar prichyoskalar desam, "Oyjon, salon yopiqmikan?" dedi. Qara kelinlar ham chataq. Ey, keyin bari shunaqa kelinlar ham bor, tulki. To'g'rimi qaynonalar? Ey, bir oyda bir onasinikiga boradi-yu, ha? Onasinikiga boradigan kun yaqinlashsa boru, shunaqa ish qiladi. Ish buyurmasangiz ham ish qilib ketaveradi-da. Oyjon, bu qildim, oyjon kirlar yuvib qo'ydim, oyjon nima qilay deb, u quloqlari chiqib qoladi. Keyin men ham bilmasam endi oyjoni sog'inganmi, yo'qmi deb ruxsat bermayman. Yana ish qilsin deyman-da. Keyin rosa bir asabimga tegsa, sekin o'g'limga gazini beraman. Keyin kelinimga gazini beradi. Keyin "Voydat" degan payt eshitmaslikka o'tiraveraman. Deb yugurib oldimga chiqadi, yig'lab, "Urdimi? Ha, qo'li sinsin" deyman. Bo'ldi. Olam guliston. Shunday, lekin qaynonali kelin qarqara kelin, qaynonasiz kelin masxara kelin deydi, to'g'rimi? Biz ham qizimizdek ko'rgimiz keladi kelinlarni. To'g'ri, soxta oyjon deydi. Ichimda aytdim, "Oyjoning o'lib oyjonsiz qoldi" dedim. Ona deb aytdi. "Oyjon, biz sizni rosa duo qildik" dedi. Men ham bopladim. Nima duo qilgan bo'lsalaring, ikki hissa o'zlaringga qaytsin dedi. Rang yoqarib ketdi. Ichida ertaroq o'lsin degan ekanda. Mana hozir mana itni nimaga oldim? Sigirlarni bog'lashga? O'zlaringni ostida bermayman-ku. Ey! Kaltamas, bir joyda 2 metr aylanib yurgan sigir ko'p sut beradi. Pensiya oldi. Ertaga nevaram to'y qilyapti. Shuni chochaman bularni. Chochib o'raman, odamlar shu kampirda puli ko'p deb o'ylasin. To'g'risi. Mana o'g'illarim lekin to'g'risi rosa bo'sh. Xotinini chizgan chizig'idan chiqmaydi. Kuyovim yaxshi. Qizimni aytgandek qiladi. Lekin qiz bola yaxshi bo'lar ekan, o'g'il bola deymiz-ku. Qiz bola ota-onaga mehribon bo'lar ekan. Qizim malades, eridan pul o'g'irlab menga beradi. Shunday. Qaysi bir o'g'lingiz keliningizni orttirib olib kelib beryapti? Erkaklarimiz yana qiz tug'dingmi deydi-yu. Lekin qiz bola bor, har bayramda kelib oyjon sekingina tiqib qo'yar. Men ham voy shartmasidi deyman. Lekin ichimda o'lib turaman. Pul berib turish kerak ota-onaga. Qanday katta qildik ular, to'g'rimi? Men ham keyin mana bu sandiqqa yiqqanlarimni faqat qizlarimga aytib qo'yganman kalitini. Pensiyalarimni ham shu qizlarimda yig'aman. Shunday. Meni kelinim zo'r deydiganlaring bormi? Mana bitta, qolganlarchi? Shunday. Ketkazordingiz? O'zi sizda ketadi luboy kelin. Ketadi sizdan. Siz ketkazoradigan o'xshayapsiz. Shunday. Bolam bo'tam deb joyiga soling. Meni asabimga tekkan kuni sekingina ovqatiga tuz sovaraman. To'g'risi. Keyin bilib ishini qiladi. Shunday tarbiyalash kerak. Bilmay qolish kerak nima ish qilganingizni. Shunday. O'g'lingizga sekin tushuntirishingiz kerak. Bir urib tur bolam deyman. Men bir marta ham kaltak yemaganman. Ura olmaydi-da. Urib ko'rsin. Uy mashinalar olib berib qo'ygandan keyin, Qizim ham malades.
biror marta hali yig'lab kelmadi. Onasi deydi, sizlarga o'xshab o'tiramanmi, kelim ketib qoldi deb. Bizniki ketmaydi. Uydagi gap uyda, ko'chadagi gap ko'chada qoladi. Siz yaxshisiz qizim desam, mendan yaxshisi yo'q. Shunday, bir ko'ylaklar olib berib qo'yaman. Olib bera olmasam, eski ko'ylaklarimni kichiraytirib kiyinglar deyman. Meni yoshimga yetib yursin-da. To'g'rimi? Voy, kechalari keyin rosa massaj qildiraman. Shunday orqalarim tuz boylab ketdi deb ertiribgacha massaj qildirib, sulayib uxlab qoladi. Siz ham irshanglab o'tiribsiz, xotiningiz bormi? Siz bormi? Ha? Qani bilmay kulib yotibdi bechara. Uylangansiz-a? Ha, bitta xotin bitta bolam yo'q, bitta xotin bitta bolam bor. Salovatim bosib qoldi, qarang. Qarang. O'ynab gapirsang ham o'ylab gapir deydi. Mana ko'ylaklar olganman, to'g'ri sosish kelinlarimga olib borib beray. Ertan borib qiz deymiz-ku, kelinlar ham yaxshi aylanaylar. Ertan qariganda shular qo'liga qolamiz. Keyin borib qariganda o'chini oladi ular ham. Yig'ib yuradi. Kelin choy damlab keling desa uyqudor hisob bersa ketdi keyin. O'shaning uchun nima eksang shuni o'rasan. Men hozir qizlarimga sovg'a olganim yo'q. To'liqga kelinlarimga ko'ylak oldim. Liboslar oldim, olib borib beraman. Ko'ylaklarim kelinlarga, tillalarim qizlarimga. Kelinlarga tilla pilla yo'q. Enasi bersin. To'g'rimi? O'shaning uchun hurmatli qaynanalar, oilani tinchlik bizning qo'limizda. Biz erimizni ham, nevaralarimizni ham, kelinlarimizni maqtab tursak, hamma pul bizga keladi. O'shaning uchun ilohi amin. Birimizga ming bersin. Hamma qaynonalar bor-ku, voliday sulton bo'lib yashasin. Pulni pulga urib yuraylik. To'g'rimi? Ko'rpani orasida yiqqanlarni olib chiqib beraylik kelinlarga. Ular ham o'ynab kulsin. Shunday bo'lsin. Mayli.